ekan. Biz hozir Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumanidagi Oxunboyev mahallasi 3027-konturdamiz. Bu yerda Xalq banki bilan hamkorlikda 10 gektar yerga sholi ekini ekilgan. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 110-120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida bular o'zi hamisha sug'oriladi ham mineral o'g'itlar bilan parvarishlanadi. Mineral kimyoviy o'g'itlar bilan parvarishlanadi. Ushbu loyihaga 33 ta dehqon xo'jaliklar biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,3 gektar yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Matyakub Qodir fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 7 tonnadan jami 70 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Ushbu ekinlar yig'ishtirib olingandan keyin har bir dehqon xo'jaligini o'rtacha 25-30 million atrofida daromad olish rejalashtirilgan.